Swatch va Odemapp'ga kollaboratsiyasida meni disappointed qilgan ikkita narsa. Birinchisi, bu fake xabar, ya'ni soatlarni, modellarni faqat Royal Oak dizayniga o'xshab chiqariladi, faqatgina materiali biokeramikdan bo'ladi degani. Ikkinchisi, odamlarga achindim, chunki ular 2 kun 48 soat 72 soat qilib turib, o'chirtda turib, butun dunyo bo'yicha o'chirtda turib, kechasi kunduzi yemasdan, ichmasdan o'sha yerda o'chirtini kutib, prezentatsiya bo'ladi, olib ketaman deb kutib, oxiri uyga quruq qo'l bilan qaytgani bo'ldi. Odatda bunaqa prezentatsiyalarda shoshilish kerak emas. Bekorga vaqtinglarni, asabiylarni ketkazganinglar qoladi. Chunki o'sha narsa bugun emas, ertaga ham, undan keyin ham bo'ladi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Shunaqa soatlab, kunlab o'chirtga turish arziydimi, yo'qmi? Fikringizni kommentda qoldiringlar. Va undan tashqari Royal Pop kerak bo'lsa, menga aloqaga chiqinglar.